bilan boshlangan loyihamizni yakuniy qismiga keldik. Shu boshlangan muddat bo'yicha samarali hamkorligimiz bo'yicha qisqa o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz, shu bo'yicha suhbat tashkillangandik. Biznes egalari HR mutaxassis faoliyatidan hamkorlik sifatida foydalanishmaydi. Aynan biznes egasi sifatida ularga nisbatan qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Men siz bilan ishlashimiz faoliyatida mana yarim yildan ko'proq faoliyat yuritdik. Juda ham ko'plab o'zgarishlar bo'ldi. Yangi xodimlarni olish, ularni onboardingi, ularni ishga moslashtirish, ularni shu hujjatlar bilan shug'ullanish, ularni motivatsion tizimini boshqarishda juda ham samarali ishladingiz. Men shu HR ishlatayotgan demak tashkilot tizimi bilan HRsiz ishlayotganlarni o'zim ham ilgari HRsiz ishlaganman. Hozir aniq farqini ko'raman. HRsiz ishlaganimda juda ko'p xodimlarni noto'g'ri olib qo'yish, ularni ustida yetarli ishlamaslik, yetarli e'tibor bermaslik, ularni KPI'lari bilan bog'liq ba'zi masalalarni to'g'ri hal qilmaslik holatlari bo'lgan. Endi hozir siz bilan ishlash davomida ayniqsa bitta zo'r ustunligingiz bor ekan, ya'ni yaxshi xodim topish bo'yicha juda ham bizga samarali yordam berdingiz. Men eng katta shu masalan kim sizni haqingizda fikr aytsa, men aytdim, siz shu biznes strukturasiga, biznes egalariga o'zlari xohlagan xodim topib bera olasiz. Bunga juda ham biz katta foyda oldik, juda ham tezlik bilan o'zimiz xohlagan kuchli mutaxassislarni yig'ib yaxshi jamoa qilishga erishdik. Buning uchun sizga katta rahmat aytaman va barcha biznes egalariga HR faoliyatidan samarali foydalanish, yaxshi HR olish va uni shakllantirish tavsiya bergan bo'lardim. Rahmat Shafat aka, samimiy fikrlaringiz uchun. Bu insonni o'zini kasbiga nisbatan yana ham muhabbatni oshiradi va yana ham ko'proq ustida ishlashga sabab bo'ladi. Shafat aka, HR bo'yicha juda ko'p miflar mavjud. Shu miflardan bittasi HR tez natija qilib beradi deb kutadiganlar ham bor. Aynan shunaqa HRdan tez natija kutadigan rahbarlarga nima tavsiyalaringizni yoki fikrlaringizni aytgan bo'lardingiz? Tushunarli. Men aynan ilgari men ham juda tez natija xohlardim. Lekin HR xuddi marketolog ish kabi 1-2 oyda yoki 3 oyda sehrli tayyorchasi yo'qki, bu pastda jamoani keskin o'zgarishlar qilib yaxshi jamoa shakllantirib qo'ya olmaydi. Buni men aytgan bo'lardim. Juda tez bo'lsa 6 oy, juda kech bo'lsa shu 1 yil davomida kutishsa yaxshi to'g'ri bo'ladi. Sababi yangi xodim olib, ularni bir-biriga moslashtirib, boshqa xodimlarni bir-biriga moslashtirish, ishni samarali, to'g'ri aytilgan paytda shu belgilangan standart bo'yicha sifatli bajarilishini ta'minlashga erishish juda ham qiyin. Bu biznes egasini bilan HR shu xodimga bo'lgan e'tibori, qayta va qayta tushuntirishlari va tegishli shu jazo va bonus mexanizmlarini to'g'ri qo'llashlarida sekin-sekin o'z ifodasini topadi. Bundan yaxshi foydalangan xodim shu siz aytganingizdek jamoaga yaxshi kirishib ketadi, lekin dangasa o'z ichiga mas'uliyatsiz bo'lgan inson bo'lsa, albatta ishlarni chala bajaradi va ularni shu siz aytgandek tezlik bilan jamoadan chiqarishga to'g'ri keladi. Meni fikrim shunaqa. Shu o'rinda aynan HR mutaxassis bilan ishlagan biznes egasi sifatida boshqa biznes egalariga HR bilan ishlashni reja qilib yurgan yoki ikkilanayotgan, bunaqa xodimni qanday topaman, qanday filtrdan o'tkazaman degan biznes egalariga qanday tavsiyalaringizni bergan bo'lardingiz? Ya'ni mutaxassisni, aynan HR mutaxassisni qanday tanlab olishlari yoki qanday topishlari haqida alohida ta'kidlagan bo'lardim. Shu biznes egalari yaxshi HR mutaxassis topishda nimaga e'tibor berishlari kerak? Yaxshi HR mutaxassis keliboq sizni korxonangizni shu 2-3 kun ichida tezlik bilan shu strukturasi qanaqa ishlaydi o'rganish harakatida bo'ladi va eng zarur xodimlarni juda katta tezlikda yaxshi xodimlarni ola oladi. Masalan, kamida 3-4 ta bilan maksimal 10 tacha xodim olish harakatini qiladi. U bizda ham bo'lgan. Sizlar birinchi tozalik xodimini almashtirib, ish nimalarni belgilab berganingizda, men endi bunaqa oylikka bunaqa tozalik xodimi bunaqa darajadagi olish qiyin bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Lekin siz shu 2 kun ichidayoq buni hal qila oldingiz. Ya'ni to'g'ri xodimni tezlik bilan topa olishiga qarab, men to'g'risi birinchi baho bergan bo'lardim. Agar u 15 kun, 1 oy sekin topadigan bo'lsa, unda уже vaziyat yomonlashib, korxonadan brendi nimasiga juda katta putur yetkazish mumkin. Kerakli xodimni maksimal shu 10 kun ichida uzoq topib, yaxshi
joy-joyga qo'yib qo'yiladigan HR shu rekrutingni usta bo'lgan HR mani fikrimcha juda qadrli bo'ladi. Shu menimcha shu 5 kun, uzoq 10 kun muddat berishsa o'sha HRga menga shunaqa xodim kerak deyishsa, agar u topa olsa va 3-4 kun o'sha vazifasiga qo'yib sinov muddatini boshlay olsa, albatta o'sha HR bilan ishlashni men tavsiya qilgan bo'lardim. Men buni sizda ko'rganman. Sizni ham tavsiya qilaman. Faqatgina shu marketologga, HRga ham imkon berish kerak, jamoani to'g'ri shakllantirish, korxonani imijini yaratishga. Juda ko'p biznes egalariga taalluqli joyi, shu joyni e'tibor bilan eshitsa, siz HR mutaxassis bilan ishladingiz va shaxsan o'zim shuncha paytdagi tajribam bilan kelib chiqib ayta olaman. Siz bilan ishlagan mutaxassislar o'zlarining ko'nikmalariga, tajribalariga o'zlarining ishonchlari yanada ortsa ortadi, motivatsiyasi ortadi, lekin yomon tushuncha shakllanmaydi. Aynan shunaqa kuchli mutaxassislar bilan ishlashda va ularni jamoada ushlab qolishda biznes egalari nimalarga e'tibor berishi kerak? Shaxsan menga juda ko'p imkoniyatlar yaratib berdingiz. Shu paytgacha ish davomida gibrid formatda ishlash imkoniyati, maosh bo'yicha chiroyli kelishuv hamda shaxsiy rivoj bo'yicha ham juda ko'p tavsiyalarni berdingiz. Aynan boshqa biznes egalari kuchli mutaxassislarni o'z jamoalarida olib qolishlari uchun uchta qaysi jihatlarga e'tibor berishlari kerak? Tushunarli. Men shu uchta o'zi jihatlar ko'p, lekin asosiy uchtasini nima qilsam, kuchli yaxshi kadrlarni jamoada ushlab qolish, ularni demak jamoaga uzoq vaqt yaxshi samarali foyda keltirishni xohlasa, ular avvalo ularga yetarli sharoitni berishlari kerak. Bu yetarli sharoitni bermaslik bizda ham bo'lgan, keyin yetarli sharoitni qilib berganmiz. Ya'ni uni qadri, uni o'rni bo'lishi kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ularga yetarlicha e'tibor talab qilishadi odatda. Ozgina kam e'tibor qilishsa, ya'ni ular bilan ko'proq team buildinglar, nimalarga ham, obedlarga ham chiqib turishlari kerak. Ulardan hol-ahvol so'rab, agar ularda qanaqadir oilaviy yoki bir shaxsiy qanaqadir muammolari bo'lsa, moliyaviy yoki nomoddiy muammolari bo'lsa, ularni hal qilishga ko'maklashish to'g'risida o'sha HR bilan maslahatlashib, juda ham ularga pozitiv ta'sir qiladi. Keyin uchinchisi, ularga aniq yo'l xaritasini qilib berishlari kerak. Avvalo ularning o'sha ilmiy darajalari, sertifikatlari bilan, ularning toifalari bilan bog'liq ilmiy darajalari oshishi bo'yicha tegishli tavsiyalar berib, o'sha oshgandan keyin ma'lum bir KPI'lar, ma'lum bir bonuslarni aniq belgilab berib, ularni belgilangan vaqtda berishsa, albatta ular korxonadan uchinchiga ketmaydi. Lekin men alohida ta'kidlagan bo'lardim, ba'zi shu yoshlarga, yosh mutaxassislarga, HRlarga, xodimlar o'ziga ham, mani korxonamda ham bo'lgan, boshqa ba'zi korxona rahbarlari, tanish korxona rahbarlarimizda ham bo'lgan, shu ba'zi xodimlar shu korxona ularga sharoit yaratib beradi, 1 yil, 2 yil, 3-4 yil ishlashadi. Keyin endi korxona ularni unga yaxshi oylik beradi, ularga yaxshi sharoit beradi. Ular endi natija qiladigan paytga kelganda, demak, xodimlar ketib qolishadi korxonadan. Lekin bu korxona rahbari, korxonadagi jamoa ularga yaxshi sharoit beradi-da. Shu narsa men juda ko'p ko'rdim, xodimlar buni noto'g'ri qilishadi. Bu endi diniy tomondan ham, dunyoviy tomondan ham noto'g'ri bo'lgani uchun shunaqa qilgan xodimlar unchalik to'g'ri hayotda to'g'ri yo'nalishda ketganini ko'rmadim. Shu joyi norozi qilib, shu aytgan va'dalarda turmasdan, shartnomalarni buzib, bir tomonlama buzib, hatto shu korxona rahbarlari hech qanaqa bir yomonlik qilmagan, yo bir noto'g'ri gapirmaganda shunchaki kelishadi, man chiqib ketmoqchiman deyishadi. Bergan va'dalari, ularga qilib berilgan sharoitlar, oyliklarni ko'p qilib beradi korxona rahbari. Lekin endi bir yaxshi sharoitga kelganda, korxona hech yo 1-2 yil undan bir samarali foyda oladigan payt kelganda, ular boshqa joyga o'tib ketishadi. Bu ishlab chiqarishda ham, savdo sohasida ham, ta'lim sohasida ham bo'ladi bu narsa. Shu narsa noto'g'ri deb o'ylayman, sababi qayerga borishsa ham, nima qilishsa ham, bu avvalo Xudoga o'xshab keladigan narsa emas. Va'dasida turganlarni Xudo yaxshi ko'radi degan gap bor. Va umuman va'dasida turib, o'shani chiroyli bajarib chiqib ketsa, korxonada yaxshi imij hosil qilib chiqib ketsa, hamma yo'l rozi-rizochilik bilan bo'lsa, juda ham keyingi ish faoliyatlariga, feedbacklarga noto'g'ri ta'sir qilmaydi.
Shuning uchun shuni oldidan olish maqsadida shu korxona rahbarlari shu kelishayotganda mustahkam kelishuv qilib olishsa va uni har 3-4 oyda eslatib borib o'shalarga yetarli e'tibor qilib turishsa, menimcha bunaqa holatlarga olib keladi. Shavkat aka, rahmat fikrlaringiz uchun. Umid qilamiz bu fikrlaringizdan, tavsiyalaringizdan aynan shunday xodimlar o'zlariga to'g'ri xulosa chiqarib olishadi. Shavkat aka, intervyuning so'ngida sizga bitta muhim savolni bermoqchiman. Juda ko'p biznes egalari bilan hamkorlik qilganda doim ulardan so'raydigan savol. Muvaffaqiyat sirini nimada deb bilasiz? Sizni juda ko'pchilik aynan ta'lim yo'nalishida, IT sohasida va til markazi bo'yicha stabil jamoani boshqarib kelayotgan va faqat oldinga yurayotgan markaz sifatida tanishadi, biznes egasi sifatida tanishadi. Aynan shunday o'zlarining bizneslarini doimiy rivojlantirish uchun va muvaffaqiyatga olib borish uchun hamda jamoada rahbar emas, lider bo'lish uchun muvaffaqiyatga olib boradigan qanday sirlar bor? Aynan o'zingizdagi shular bilan bo'lishsiz. Juda ham qiziq savol berdingiz. Bor sir, yo'q emas. Bu men o'z ikkita asosiy narsani ko'raman. Bu birinchisi shu men reja asosida bloknotimga yozib yuraman. Doim o'sha xodimlar ba'zi loyihalar e'tibordan juda chetda qolib ketmasligi kerak. Ba'zida menda ham bo'ladi. 15 kun, 1 oygacha ba'zi bir loyiha yoki xodimlar bilan deyarli so'rashmagan kunlar ham bo'ladi. Meni muvaffaqiyat sirim ko'proq ular bilan aloqada ko'proq bo'lishga harakat qilaman va ularga belgilangan vazifalarni ularga ko'p eslatib turaman, bonuslarni eslatib turaman, qayerga borishni eslatib turaman. Shuni hisobiga ozgina liderlik qobiliyatim bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yetarlicha motivatsiya bera olaman ularga oldinga qarab yurishga. Sizga ham bu qobiliyatim bor meni, bu birinchisi. Ikkinchisi shu men yaqin 5 yilda o'rgandim. 5 yilda o'rgandim. Ilgari xodim qanaqadir kamchiligiga yo'l qo'ysa, sal qattiq gapirib yuborardim. Anchagina qattiq gapirib yuborardim. Keskin chora ko'rib bo'shatib yuborardim. Hozir yildan yilga o'tyapti. Unga mana Jahongir aka Ortiqxo'jayev ko'p narsalarni ko'ramiz, intervyularni ko'ramiz. Suhbatlarda ham aytadilarki, xato qilish kerak, xodim xato qilsa uni to'g'rilashga imkon berish kerak, lekin ko'p xato qilsa va jiddiy xatolar qilsa keyin uni bo'shatish kerak. Ya'ni xato qilishlariga qo'yib berish, tushuntirish, chiroyli tushuntirib, keyin takrorlamaslik kerakligini ancha-ancha o'zimni bosib, shu ko'nikmani shakllantirdim. Ilgari bunaqa bo'lmasdi. Ya'ni bitta muvaffaqiyat siri keyingi paytlarda ular xato qilsa, ularni imkon qadar yaxshi gap bilan, to'g'ri so'z bilan tushuntirib, ularning xatolarini kamaytirishga erishyapman. Bosqichma-bosqich o'tgan sari. Mana shu ikkita asosiy sir bor xolos menda, boshqa bunaqa sir yo'q. Yana bitta narsa bo'lishi mumkin, ya'ni odam o'zida ham qanaqadir ozgina xarizma bo'ladi. Bu xarizma ko'pincha nutqda ifodalanadi. Men shu nutqim ustida ishlayman. Kitob o'qib turaman. Keyin ilgari juda ko'p ta'lim sohasida universitetda dars berganman. Dars bergan jarayonimda ham nutqim shakllangan. Agar siz ichingizda o'ylayversangiz, bunaqa bo'lishni xohlayman, xodimni bunaqa bo'lishni xohlayman, bunaqa motivatsiya beraman, bular bilan bir jamoa qilib bitta aniq maqsadga erishaman, zo'r natija qilaman, halol pul topaman deb maqsad qilsangiz, lekin shuni nutqingizda ifodalab bera olmasangiz, ularga chiroyli ifodalab bera olmasangiz, qanaqa qilib ularga tushuntirish mumkin? Ko'z qarab mimika bilan tushuntirib bo'lmaydi, xat yozib tushuntirib bo'lmaydi, qiyin. Shuning uchun mana shu biznes egalarida nutqlar ustida ham ravon va alohida ishlash kerakligi to'g'risida tavsiya bergan bo'lardim. Men haligacha ishlab kelaman. Shavkat aka, shu bilan meni Oksforddagi kichkinagina missiyam yakunlandi. Umid qilaman kelajakdagi yangi loyihalaringizda, ya'ni yangi missiyalar ustida birgalikda samarali ishlashni nasib qiladi, Xudo xohlasa. Siz bilan ishlaganimdan xursandman. Aynan sizni rahbar sifatida taniganimdan, lider sifatida taniganimdan va jamoaga shu darajada e'tibor, motivatsiya, imkoniyat beradigan rahbarlar borligidan o'zim shaxsan juda ham xursand bo'ldim va mutaxassis sifatida ham, xodim sifatida ham meni niyatim sizga o'xshagan rahbarlar jamiyatimizda kuchaysin, ko'paysin. Sababi juda ko'p yoshlar chetga ketishyapti, lekin imkoniyatlarni qidirishsa va sizga o'xshagan rahbarlar mutaxassislarga imkoniyat bersa, o'zimizda ham karyera rivoji, daromad bo'yicha yuqori marralarga erishish imkoniyati paydo bo'ladi.
Rahmat birga ishlaganimiz uchun. Ishlaringizda omad, yangi loyihalaringizda omad. Xudo xohlasa kelajakda yana birga ishlash nasib qiladi. Men birinchi HR ko'rishim, чтобы ayniqsa rekrutingda judayam samaralisiz va kuchli rekruter HR ko'rmaganman. Judayam samarali faoliyat yuritdik. Men bizda konsultant HR bo'lib qolishingizni xohlardim. Vaqt ajratganingizda bu yerdagi boshqa HR yosh mutaxassislarga tavsiyalar berib, shu xonangiz hali shu stories turadi, men oldin ham aytdim. Tadbirlarda, ba'zi team buildinglarda qatnashtirsangiz xursand bo'lardik. Rahmat Shobir aka, yaxshi kunlarda, yaxshilikda ko'rish nasib qilsin. Sog' bo'ling. Orada ovoz orasida kesib qo'yaverasiz, ovoz ketaveradi. Lekin endi men gapiraveraman, buni qo'shaveradilar. Rostdan o'sha joy turibdi sizga. Kelib tursangiz xursand bo'lamiz. Har xil bir jiddiyroq masalalar chiqib qolsa, vaqtingizga qarab chaqiramiz maslahatlashuvga. Ba'zi bir bu tomondagi qanaqa qabullaringiz bo'lsa, bemalol qilishingiz mumkin. Shu konsultatsiya topasiz xursand bo'lardik. Konsultant HR sifatida bemalol tanishtirib, nima qilsangiz bo'laveradi. Mana telefon qilib yozib turaman. Xudo xohlasa.